Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ushbu Nodirbek Ismoilovning masala kitobini Olotrix bobini 24-savoldan boshlab ishlaymiz. Demak, ekraningizda 24-savol ko'rinib turibdi. Masala sharti quyidagicha ekan. Olotrixning ko'payishida qarang. 64 ta nima? 2 xivchillik. Bu juda ham muhimi. Ya'ni 2 xivchilikligi va 16 ta 4 xivchilli hujayralar hosil bo'lgan va Lotrixdan yangi organizmlar qancha deyapti. Bu yerda 2 xivchilli va 4 xivchilli hujayralar. Biz avvalgi darslarda ko'rdik, 2 xivchilli bu izogameta, 4 xivchilli bu zoospora. Demak, zoospora jinsiz ko'payishda edi, izogameta esa jinsiy ko'payishda edi. Bundan ko'rinib turibki, Lotrix bu yerda ham jinsiz, ham jinsiy. Shu ikkalasini ko'payishiga nisbatan aytilyapti. Zoosporalar izogametlar. Izogametlar 2 xivchiliydi. Zoosporlar esa 4 xivchiliydi. Mana ajratib qo'ydimda. Endi shularning sonini aytyapti. 4 xivchilli hujayradan bizda masala bo'yicha 16 ta, 2 xivchilliklardan esa 64 ta. Demak, bizda 16 ta zoospora, 64 ta izogameta. Ulardan umumiy holatda qancha yosh ip hosil bo'ladi? Xo'p, qoidamiz bo'yicha odatda bitta zoosporadan bitta yosh ip hosil bo'lardi. Bizda masala bo'yicha 16 ta. Bunda qancha desam 16 ta chiqadi. Chunki bittadan bitta bo'lsa 16 dan albatta 16 ta chiqadi. Davom etamiz. Izogametalar ikkita bo'lganda eng kamida 4 ta yosh ip chiqardi. Bizda qancha desa, bizda 64 ta. 2 4 ga aylanish uchun 2 karra ortyapti. 64 2 karra ortishi uchun demak 128 bo'lishi kerak. Demak, 128 ta izogametalardan yosh ip chiqyapti. 16 ta esa zoosporalardan. Jami 144 ta. Demak, 144 ta organizm mana bu 24 ni javob bo'lishi kerak. Ya'ni barchasidan, ya'ni jinsiy va jinsizdan hosil bo'lishi kerak. Va bu to'g'ri javob sifatida mana A javob bo'lyapti. Navbatdagi savolga o'tamiz. Demak, 25-savolni o'qiyapman. Chuchuk suv havzasida Lotrix jinsiz va jinsiy ko'payadi. Demak, muhim joylarni chizib qo'yaman. Ham jinsiz ko'paygan, ham jinsiy ko'paygan. Va natijada umumiy 360 ta qarang. Ham zoospora, ham izogameta. Ya'ni jinsizdan zoospora, jinsiydan izogameta hosil bo'lgan. Ularning yig'indisi 360 ta ekan. Ularni demak yozib olaman birinchi. Demak, 360 ta zoospora va izogameta bor. Ularning yig'indisi 360. Lekin qanchasi zoospora, qanchasi izogametaligini hozircha bilmayman. Masala shartida aytayaptiki, 30% deyapti. 4 xivchilli deyapti. Demak, mana shu yerdan bilib olamizki, 4 xivchilli bu zoospora. Mana shu yerga to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaman. Bu 30%. O'z-o'zidan jami 360 100% bo'lsa, uni 30% zoosporaga, qolgani qancha desa 70%. Bu izogameta degani. Hop, savolda nima so'rayapti? Deb hisoblansa, nechta yangi Lotrix hosil bo'ladi? Ham zoosporadan so'rayapti, ham izogametadan so'rayapti. Ya'ni jami qancha hosil bo'ladi? Buning uchun keling 360 ni 30% va 70% larni hisoblab olaman va shu orqali zoospora va izogametalar sonini aniqlayman. Demak, 360 ni 30% ni hisoblaydigan bo'lsam, mana bo'ladi. 360 bu 100% bo'lsa, 30% qancha deb hisoblayapman. Endi buni hisoblasangiz, hop 3 marta ortib 10 marta kamayapti. Demak 108 ta. 108 ta manda demak zoospora bor. Soni shuncha. Qolgani esa nima desa, izogameta hisoblanadi. Buni soni hop, mana proporsiya qiladigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'yaveray. Mana 108 bo'lsa, 70% qancha desangiz, mana shu yerda. Umumiy hisobda
252 ta chiqadi. Demak, bu 252. Hammasini demak yozib oldim. Demak, zoosporlarim 108 ta, izogametlarim esa 252 ta. Endi bundan qancha hosil bo'ladi? Zoosporamdan qarang. Bitta zoosporamdan bitta hosil bo'lardi. 108 ta bo'lsa, 108 tagacha qoladi. Bu o'zi aniq. Demak, yosh iplar soni zoosporlardan 108 ta. Izogametadanchi desa, bitta debman. Ikkitasidan 4 ta hosil bo'lardi. 252 tadan qancha desangiz 2 karra ortadi. 504 chiqadi. Buni endi qo'shsam 612 chiqadi. Mana. Demak, to'g'ri javob 612 va bu bizda A javobga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi savolga o'tdik. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Lotrixning rizoidini hisobga olmaganda uni qattanasini bir xil uzunlikdagi hujayralardan iborat deyapmiz. Lotrix bitta hujayrasi uzunligi 2,5 mm bo'lsa, rizoidini hisobga olmaganda uni uzunligi 2,25 metr. Xuddi shunday uzunlikdagi ikkita bir xil lotrixning barcha hujayralaridan ikkitadan gameta hosil bo'lib, shu gametalarning 70% o'zaro juft-juft bo'lib qo'shilib zigota hosil qilsa, shu zigotalarning jami nechta yangi lotrix ipi hosil bo'ladi? Xo'p, keling tasavvur qilishimiz uchun biz lotrix ipi chizamiz. Mana shu joygacha bo'lganda, mana deyarli bir xil uzunlikdagi hujayralar demoqchi. Mana lotrix bo'ladigan bo'lsa, shuni umumiy uzunligi qarang, 2,25 metr ekan. Uni bitta hujayrasini uzunligi esa 2,5 qarang, millimetr. Mana u metrda, mana esa millimetrda. Birliklarga ahamiyat beramiz. Xo'p, endi menda xuddi shunaqa lotrixdan, qarang, xuddi shunaqa lotrixdan, xuddi shu uzunlikdagi ikkita bir xil deyapti. Demak, xuddi mana shundan, demak bizda ana ikkita bor endi. Mana ajratib qo'ydim. Endi men nima hisoblasam, bu birinchisi, bu ikkinchisi. O'shandan endi ikkita bo'ladi. Keling, men hozir bittasi mana shuni avval hisoblab olaman, keyin hisoblab ketaveraman. Demak, men shu yerda nechta hujayra borligini aniqlashim uchun bittasini uzunligini men uni umumiy uzunligiga bo'lib qo'yaman. Faqat bu yerda 2,25 metr bu metrda o'lchanyapti, bu millimetrda o'lchanyapti. Bo'lishdan oldin mana metrni millimetrga aylantirib olishimiz kerak. Xo'p, matematikada biz o'lchov birliklarini bilamiz. 1 metrim 100 santimetr. Har bir santimetrimda esa 10 millimetr bor. Ya'ni buni yana 10 ga ko'paytirsam, jami 1000 millimetr chiqadi. Demak, 1 metr 1000 millimetr. Lekin menda 2,25 metr bor. Bunda qancha deydigan bo'lsam, 2250 millimetr. Hop, hisoblab qo'ydim. Demak, bu lotrixning umumiy uzunligi. Endi shuni uzunligini 2,5 millimetrga bo'lsam, lotrixdagi jami hujayralar soni kelib chiqadi. Demak, qarang. 2250 bo'lingan 2,5. Demak, buni hisoblasak 900 chiqadi. Demak, menda 900 ta mana bu yerda hujayra bor. Jami 900 ta. Endi birinchisi ham xuddi shuncha bo'lsa, ikkinchisi ham xuddi shuncha bo'ladi. 900 ta. Endi ikkalasini mana bu yerda qo'shsam, umumiy ikkita lotrix ipida 1800 ta hujayra bor. Menda hozircha mana shu joygacha yetib keldim. Endi davomida qarang. 2,25 metrga teng bo'lgan xuddi shunday uzunlikdagi ikkita bir xil lotrix iplarni barcha hujayralardan, barcha hujayrasini hozir hisoblab qo'ydim. Ya'ni bu 1800 ta. Qarang, barcha hujayralardan mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Barcha hujayralardan rizoidni hisobga olmaganda ikkitadan gameta hosil bo'lib deyapti. Ikkitadan, har biridan ikkitadan hosil bo'libdi.
Demak, 1800 ni men nima qilishim kerak? Masala bo'yicha endi buni ko'paytirib yuborishim kerak 2 ga. O'shanda har biridan 2 tadan hosil bo'lsa, 3600 ta qarang. Gameta hosil bo'ladi. O'shanda bu gametaning soni. Demak, bu nazariy jihatdan aytyapti. Demak, 3600 ta bizda gameta bor demoqchi, masala sharti bo'yicha. Xo'p, tushundim. Davom etamiz. Endi nima deyapti davomida? Xo'p, shu gametalarning 70% o'zaro juft-juft qo'shilib zigota hosil qildi. Shu zigotalardan jami nechta yangi Lotex ipi hosil bo'ladi? Demak, 3600 ta gametamni 70% zigota hosil qilibdi. Buni avval ko'rdik, unum sifatida ishlagandik. Demak, mana bu yerga yozaman. Ajratib qo'ydim. 3600 im 100%. Buni 70% qancha deyman? Chunki bizga izogametalarning 70% kerak. Demak, tenglamani ishlasangiz 2520 ta chiqadi. Bu gameta. Shu o'zaro qo'shilib zigota hosil qilgan. Endi buni zigota hosil qilamiz. Zigota hosil qilayotganda, qarang. Har ikkita gametadan bitta zigota hosil bo'ladi. Lekin bizda 2520 tami? Demak, zigota hosil bo'layotganda teng barobar tushib ketadi. Demak, 1260 ta bo'ladi. Xo'p, bu zigotalar soni. Endi zigotalardan nima hosil qilishimiz kerak? Nechta yangi Lotex ipi hosil bo'ladi deyapti. Demak, 1260 ni ko'paytiraman o'shanda 4 ga. Nega deydigan bo'lsak, bitta zigota, bitta yosh ip hosil qilsa, 1260 dan nechta hosil bo'ladi deymiz. Endi buni ko'paytirsangiz 5040 ta chiqadi. Demak, bizda masala bo'yicha to'g'ri javob 5040. Mana bunga to'g'ri keladi. Bir hisob-kitob ham ko'ring. O'zimni mantiqan qaraydigan bo'lsangiz, eng to'g'ri kelayotgani shu. 4 ko'paytirganingizda 4000 dan kattaroq son chiqadi. Mana bu ikkitasi 4000 dan katta. Mana bu juda ham katta bo'lib ketgan. Faqat mana bu mantiqan jihatdan eng to'g'risi. Demak, masalani shu joygacha ishladik. Demak, 27/1 da nima deyilyapti? Bu ozgina tenglamaga asoslangan masala. Demak, bizda qarang. Lotexning jinsiy va jinsiz ko'payishda jami 144 ta Lotex ipi hosil bo'ldi deyapti. Jinsiz ko'payishdagi zoosporlar soni jinsiy ko'payishdagi zigotalardan 2 barobar kam. Jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan Lotex iplarining sonini nechta deyapti. Xo'p, men nazariy jihatdan jinsiz va jinsiyni eng kam miqdorda bitta yozib qo'yaman. Demak, zoospora yosh ip. Sxemasini chizmayman-da, yozuvni yozaman. Gameta yoki izogameta qizig'i yo'q. Undan zigota, undan yosh ip chiqardi. To'g'rimi? Endi eng kam miqdorda yozyapman. Agar zoospora hosil bo'lsa, kamida bitta hosil bo'lardi va yosh iplar soni esa bitta chiqardi, ya'ni 1 ga 1 ketardi. Gametalarcha desa, eng kamida 2 ta ishtirok etardi. 2 ta va ulardan bitta zigota hosil bo'lardi. Ya'ni 2 ta izogametadan bitta zigota eslarda bo'lsa 214 qoidasi. Yosh iplar esa 4 ta hosil bo'lardi. Mana nazariy jihatdan jinsiz va jinsiyni sxemasini yozib oldim. Buni o'zingiz xayolan chizib olsangiz ham bo'ladi. Tushuntirish uchun chizdim. Demak, jinsiz ko'payishda va jinsiy ko'payishda jami 144 ta yosh ip hosil bo'lgan. Bulardan umumiy holatda yosh iplarning soni demak 144 ta. Lekin bizda aytyapti, shart aytgan. Jinsiz ko'payishdagi zoosporalar, mana zoospora, mana eng muhim joylarni chizyapman. Jinsiy ko'payishdagi zigotalardan kim? Zoospora zigotalardan qarang. 2 barobar kam deyapti. Xo'p, endi nima degani bu? Keling buni xohlasangiz tenglama qilib beraman, xohlasangiz tenglamasiz ishlab beraman. Tenglama qiladigan bo'lsam, qarang.
Mana bunga x beraman, mana bunga y beraman. O'shanda jinsizdagi nima bo'lsa hammasini shunga ko'paytiraman. Masalan, yoshib bitta chiqyaptimi, x ga ko'paytirsam, 1 ga x ga ko'paytir degani x so'z chiqdi degani. Manda x da yoshib hosil bo'lgan bundan. Endi jinsini y deb oldik. Yoshib soni nechta? 4 tami? Y ga 4 ga ko'paytirsam 4y bo'lyapti. Mana bu yerda x va 4y ga qo'shsam, mana bu yerda jami yoshiblar kelib chiqadi. Demak, x plus 4y teng 144. Endi ikkinchi tomonga qarang. Zospora, ya'ni zospora nima edi bu yerda? Bu ham x edi. Zigotalardan deyapti. Zigota nima bu yerda? Bu y. Ya'ni x y dan deyapti. 2 barobar kam. Zosporalar, mana x'lar y dan 2 barobar kam. Mana x deb yozib olsam, mana y deb yozib olsam, x agar y ga tenglamoqchi bo'lsam, x 2 barobar kam ekan. Ya'ni menda 10.000 pulim bor, lekin sendagi puldan meni pulim 2 marta kam. Buni ma'nosi shuki, mendagi pul 10.000 bo'lsa, sendagi pul 20.000 deganda. Shuning uchun meni pulimni hali 20.000lik odamga tenglashtirishim uchun meni pulimni 2 marta oshirish kerak. Meniki 2 barobar kammi, shuni 2 barobar oshirishim kerak. X kamidi, demak 2 ga ko'paytirib qo'ysam, ya'ni 2x o'shani y ga teng bo'lib qoladi. Bo'ldi. Mana shu holatda ishlaysiz. Demak, 2x o'shani y ga teng, ya'ni endi zosporam zigotalarga teng bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang, mana bu yerda x bilan y o'rniga xohlaganingizga qo'yib olasiz. Masalan, 4y o'rniga mana bu 2x dan foydalansangiz bo'ladi. Bitta y'im 2x ga o'ynasa, 4y'im nechiga teng bo'ladi desa, mana 4y mana bu son 4 marta oshadimi? 8x bo'lib qoladimi? Endi mana bu 8x ni mana bu tenglamani o'rniga, aynan mana bu 4y o'rniga qo'yib ishlasam bo'laveradi. O'shanda yangi tenglama hosil bo'ladi. X plus 8x teng 144. Endi mana bularning yig'indisi 9x. Bo'lamiz 144. 9 ta x'im 144 bo'lsa, bittasi, ya'ni x'im qancha desangiz, 9 ni shu 144 ga bo'lib yorsangiz 16 chiqadi. Endi 16 nima? Bu x edi. X'im deb men mana bu jinsiz ko'payishni olganman. Endi shu yerdan y ga topadigan bo'lsam, qarang. Y 2x ga teng edi. Demak, 2 ta x ni hisoblasam y chiqar ekan. X'im 16 mi? Ikkitasi o'shanda 32 bo'lib qoladi. Mana. Demak, y o'rniga 32 qo'yib ishlasam bo'ladi. Xo'p, masala bo'yicha nima so'rayapti bizda? Jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan Lotrix iplari, ya'ni aynan jinsiy degani so'rayapti. Jinsiyda biz nima dedik biz buni? 4y dedik. Y-ni men hisoblab qo'ydim. Demak, 4y-ni hisoblab qo'ysam bo'ldi. Demak, masala sharti bo'yicha 4y bu 16 debman. 32 ko'paytirilgan 4, ya'ni 128 ta. Demak, 144 ta yosh ipimni 128 tasi jinsiydan hosil bo'lgan, ya'ni 144 tasi degan. 128 tasi. Qolgani, ya'ni 16 tasi jinsizdan hosil bo'lgan. O'shanda ikkalasini qo'shsangiz 144 chiqadi. Ana endi 28 va 1 ga o'tamiz. Demak, 28 va 1imiz nima ekan? Lotrixning jinsiy va jinsiz ko'payish natijasida jami 144 ta Lotrix chiplari hosil bo'ldi. Xo'p, jinsiz ko'payishdagi zosporlar jinsiy ko'payishdagi zigotalardan 2 barobar kam. Jinsiz ko'payishdan hosil bo'lgan Lotrix iplari. O'rtoqlar, yaxshilab agar kitobda yoki rasmni, mana shu testni ko'rib qarasangiz, 28 va 1 bilan 27 va 1 ni sharti 1 ga 1 xil. Farqi nimada deydigan bo'lsak, mana bunda jinsiy degani so'rayotdi. Biz hozir hisoblab qo'ydik. 28 va 1 da yaxshilab qarasangiz, jinsizdagini so'ragan. Masala sharti 1 xil. 28 va 2 yo 27 2 shunga o'xshash bo'lib ketgan sonlari yoki raqamlari o'zgarib ketib qolgan, shart lekin hammasi 1 xil, ishlanish usuli 1 xil. Shuning uchun 28 va 1 ni o'zingiz ishlab ko'rasiz.
Bu siz uchun vazifa bo'lib qoladi. Xo'p, ana endi 29 ga keldik. Demak, 29 biroz murakkabroq masala, ya'ni tenglamasi murakkabroq chiqadi. Buni keyingi videoda batafsil ishlaymiz.